Bolalar, videoga qaysi bir uyini qo'yay? O'zi tanlanglar. Birinchisi meniki, ikkinchisi ChatGPT'niki. Yo, WhatsApp bolalar, qandaysizlar? Deb boshlayman. Boshqatdan bilyapti. Nega biz jonimizni xatarga qo'yib bunaqa saytlarda borishimiz kerak? Ya'ni eventlarga bunaqa saytlarda yoki investitsiya yoki oddiy saytsiz ham bo'lsak, nimaga o'lib qolaveramiz? Bu borada menda ajoyib g'oya bor. Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biz albatta nima demoqchi edim? Siz daraxtdan lut sochiladigan shoxiga borib, u yerga setg'om qo'ysangiz va u yerda AFKda tursangiz, sizga cheksiz lut taqdim etilishi mumkin. Buni qanday o'rgandim? Ya'ni Warp Salvation desangiz ham bo'ladi, ya'ni mana bu narsani yozsangiz ham bo'ladi. Xo'sh, bu o'zi nimaga kerak? Siz o'lib ketmaysiz yoki bu qilishingizga to'g'ri kelmaydi. Warp Salvation deyishingiz orqali daraxtni osonlikcha lut qilib, kerakli narsalarni olishingiz mumkin. Bu narsani shaxsan do'stim o'rgatdi menga. Va siz investitsiyadan borishingizni tavsiya qilinadi, chunki boshqa o'yinchilar sizga tepa tashlashi mumkin yoki serverlarga bo'lishi mumkin. Serverlarga deb hisoblashi mumkin. Ba'zi bir stafflar yoki adminlar shuni olib tashlashi mumkin va siz o'siz qolasiz. Video sizga qiziqarli bo'lgan videosiga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying va foydali bo'lgan bo'lsa esa obuna bo'lib qo'ying. Tezroq biz yoz oxirigacha, maktab boshlagungacha nechaydi? Biz tezroq 200 ta bo'lishimiz kerak va albatta like bosib qo'ying, chunki biz ham media olsak, yaqinda razvedka qilamiz Artcraftda.